Yo barchaga bo'l obrajalar. Lablaman yana o'sha Facebook. Obrajalar bugun videolarimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar uchun top 10 ta modlar obzor qilishga qaror qildim obunachilar. Unda oldin kanalimga obuna bo'lib videomga like bosinglar. Albatta bu modlar 1.9 versiyadan yuqori versiyalarga tushadi. Unda ba'zi versiyalarga tushadigan modlar ham borligi kam bo'lishi mumkin. Undan oldin esa men Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, o'sha yerda hamma modlar topasiz. Let's go, bugungi mod videomizni boshladi. Top 10 modimizda mana bunaqa kamera, kinematik kamera, YouTube yoki Instagram, what the heck. YouTube'da ko'pchilik biladi kamera modi. Ya'ni mana bunday qilib rasmga olsanglar bo'ladi, mana qaranglar. Shunday qilsalar juda ham ko'p narsalar mavjud. No, короче, top 10 modimizda shu edi. Qisqagina va kaltagina mod. Top 9 modimizga let's go. Top 9 modimizda obunachilar bu albatta ko'pchilik hackerda ko'rgan bo'lsa kerak, ko'pchilik youtuberlarda ko'rgan bo'lsa kerak. Mana bunaqa qaranglar mana. Mana shunaqa buzamiz. To'g'rimi obunachilar? Lekin men sizlarga bunaqa kreativni ham qilsanglar bo'la, shunchaki o'tirasizlar mana qaranglar. Daraxtga qarab bitta sezlar va kichrayadi. Kutib turaversanglar yana o'z holiga qaytib qoladi. Ko'rdinglarmi? Xuddi shunday. O'tirib turasa, bosasizlar, ya'ni survivalda qilib ko'rsiz. Tamam, hozir yana prosesal sekroq. Borasizlardagini shu to'ng'oy olasizlar deb kessanglar mana kichray boraveradi. Keyin hammasi tushadi. Buni ko'pchilik qo'shgan keyin mana ko'pchilik mana bunday chopib ko'rgan boshida, to'g'rimi? Mana shunday chopib ko'rgan, lekin afsuski bu o'tirib chopiladi mana. Mana shunday o'tirib chopsanglar o'xshaydi bolalar. Ko'rdinglar, bu yerga qo'shib ketdi. What the heck. Короче, top 9-modimizda bari shu mashhur mod edi. Let's go. Top 8-modimizga let's go. Короче, bolalar, bizning top 7-midi, nechi mod edi? O'zim adashib ketibman. Top 8-modimizda obunachilar. Короче, bolalar obunachilar bu. What the heck. Bu sizlarga mana shunaqa kaskadlar qo'shib beradi. Ya'ni buni shunchaki kiysanglar, shunchaki mana shu gadonkallaringga bitta kaskad bilan lampochka qo'yib beradi. Bu faqat shu terli shlemda qo'shilar ekan. Keyin bu yerda fakellar ham bor. Bular yana olib turaman hozir. Chap qo'lga olsanglar ham bo'ladi. Lekin bitta men tomon bu qo'yib bo'lmasgan yerga mana. Bu modlar uchun oxirida men bal bermayman. O'zing kommentariyada o'z ballaringni berasizlar. Menga shu mod yo'qdi yoki men shu modga shuncha ball bergan bo'lar edim deb kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Bizani top 7-modimizda mana shunaqa bedrock versiyalarida mana qaranglar, mana shu yerda turibdi. Keyin mana shu yerda shuni kirasizlar va sizlarga men bedrockni java qilib yuboradigan mod topib qo'ydim. Shunchaki mana shu VDH aktivlashtirasizlar va bu yerda mana bu joyda aktivlashadi va bu yerda settingdan chiqib ketasizlar va ozgincha загрузка bo'lib turadi, loading bo'lib turadi va ozgina kutasizlar. Zamana ko'rdinglar, bizdan mana Java versiyaga aylandi. Lekin tepaga bedrock deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerda mana qaranglar, xuddi mishka bilan shu yerga mishkani nima green screen qilib mana shu yerda bitta mushkalar bit boshqarilganlarida bunday qilib qilsanglar bo'lar. Xuddi Java'niki просто buni Java emas, bedrock bo'lib turadi. Mana boya kech bo'lib qolib ketibdi bu yerda. Mana bu yerda chatlari juda ham chiroyli va zo'r qilib yaralgan. Mag'ara chekasi what the fuck? Mana lekin inverter juda ham chiroyli bo'lib o'zgargan. Settingda ham juda ham katta o'zgarishlar mavjud. Mana ketdi top 6-modga. Top 6-modimiz obunachilar bu albatta hamster, ya'ni hamster o'zi nima edi? Hamster bu yubron qoziq mana xuddi mana xuddi bu qayerga kelib qoldi bilmayman. Mana xuddi shunaqa yoqimtoygina what the fuck bu kichkina bu. Qaranglar yoqimtoygina bil. O qo'moniymi birachkam? Maki. Ishlam. O'ziga boqib oldim hamsterni. Mana. Pompalashcha o'qqal. What the fuck? Ish ketyapti. To'ydirib qo'ydim buni. Bechara. Bor, ananga kir. What kallang? What the fuck? Nega kirib oldi buni? Kallangga yo'g'im. Nima bu? Men
Yo, uchyapti bu. Vo! Mana bu qarang. Elektr energiyasi ishlasa bo'larkan bunda. What the fuck? Давайте bu modni qo'shib mazza o'ynab ko'ringlar. Bu juda ham qiziqarli va juda ham mazza o'ynaydigan mod bu. What the fuck? Bizani top 5-modimiz obunachilar bu Monster, ya'ni Dracula modi. Bu oq bo'ri. Yana bitta qora bo'ri. Xo'p, bu Monster modi. Tushunmadim men bu modga. Agar sizlar tushungan bo'lsanglar, bu banogi. Bizani top 4-chi bizda mod va karrochida pasho. Top 4-chi bo'ldi bizda obunachilar. What the fuck? Bu albatta sizlarga mana shunaqa volleybol, futbol, koptoklar qo'shib bera qaranglar ushlashi. What the fuck? Bu ushlashi qaranglar. What the fuck? O'ynashi qaranglar. What? Men bilan allashasammi? Qaranglar. Buni ushlab olish kerak birinchi o'rinda. Qaranglar mana. Bu ushlab turmasga. Qarachi top 4-chi modimizda shularday iborat edi bolalar bilan qarachi let's go top 3-chi modimizga. Atmosferaga ahamiyat bermaysizlar bolalar. Endi shunaqa bo'lib qoldi nima qilay? What the fuck? Nima qilagan? Mana. Qaranglar. Mana. What the fuck? Pizdili. Yo unini. Qaranglar dahshat mod deganlar, men o'zim ham hayron qoldim. Qayerga qo'ygan bo'lsanglar o'sha yerni eslab qolishdan kerak ekan mana. What the fuck? Короче, men bitta normalni tozala. Короче de bor. Top ikkinchi modimizda shu edi. Top 1ga let's go. Bizani top 1-modimizda bolalar bu albatta moblarga aylanish modi. Buni ko'pchilik biladi, juda ham qiziqarli mod. Sizlarga maslahat beraman. Bu modni sinashdi. Ya'ni qo'shib vijvana qilishdi. Buni ko'pchilik youtuberlarda ko'rgansizlar, ayniqsa Artifact va yana boshqa youtuberlarda. Xo'p, biza bolalar bu sizlarga mana shunaqa apparatni bermaydi boshida. Sizlarga birinchi bu mana shunaqa kitobchani berib qo'yaman. Mana shu yerlaringga shuni qaraysiz va bu shuni ochadi va daxoy narsa chiqarib beradi bittan. Va bittan keyin nimadirlar qilasizlar, keyin mana shuni olasizlar, birinchi kreativga kirib olmasanglar, mana shuni olasizlar, keyin bittan shu o'tirasizlar, tepa qarasanglar, tepadan narsa ko'tadi. What the fuck? Mana qarang, mana shu tepa qarasanglar, toza tepa bo'lsa yonbosh boshga o'tib ketar ekan. Sal tepa ko'tarasizlar va bittan keyin shuni o'rningda tursanglar, mana shu любой mobga aylanishingiz mumkin. Masalan, men kimga aylansa demagan. Xo'sh, biz bu yerga qo'yga aylanamiz. What the fuck berdi? Legendarniy ranglar ham bor ekan va bu yerda biz piknik bo'lamiz. Chunki bu rang juda ham kam bo'ladi. Mana qirilib pishti qo'y. Wow, what the fuck? Mana qaranglar, mana sakrasa mana. Sakrasa qancha bosib tursa mana uchyapti mana. Uchyapti deb chiqyapti mana. What the fuck? Bunaqa modlar faqat men topib beraman sizlarga. What the fuck? Tushib ketdim. Let's go, biz tezroq tepaga chiqib olsak. What the fuck? Albatta kanaliga obuna bo'lib, videosiga like bosib qo'ying. Sinab shuncha harakat qilyapti. Mana ketog'ali vizor o'ziga qaytaver. Ana biz o'zimiz, what the fuck? Biz o'zimizga qaytib oldik. Endi bitta eng muhimi biz endi pastki qavatdan vizor yo'lamaymiz. What the fuck? Qaranglar. What the fuck? Qimirlashinglar. 3 kishi sakrashni bosib tursanglar, uchib ketaverasizlar, qaranglar. Ko'ringlarmi? Otdim hozir. Uning uchun esa o'tirgich knopkasini bitta bosib qo'ysanglar bo'ldi, mana qarang, otinglar, o'turi.
Bir marta bosasizlar bo'ldi. Bitta bo'ldi obunachilar kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosinglar. Men hamma modlarni Telegram kanalimga tashib qo'yaman. Telegram kanal silkasi, video kommentariyasi yoki men bu yerda mana chekaga chiqarib qo'ydim. O'zing kirib bazaga bu modlar yuklab o'ynashlaring mumkin. Ha, keyingi video nima haqida bo'lsin, qanaqa modlar chiqaring? Horror mod, shader yoki top 100 ta mod. Uning uchun esa men bitta shart aytishim mumkin. Undan oldin esa kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Albatta men keyingi videoda bu modlar, siz aytgan modlarni chiqarishim mumkin. Nimagadir men sizga boshqacha-da. Ha, xo'p, mayli bo'ldi obunachilar, men ketdim. Charchamaylar. Sizlardan bitta like va obunani kutib qolaman. Xayr obunachilar.